Shoshilinch xabar. Barchaga taniqli xonanda, reper Shohruxxon haqida xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Xabarlarimiz keng tarqalishi uchun like bosib kanalimizga obuna bo'ling. Noyabr oyining ilk kuni o'zbek rep qiroli nomini olgan Shohruxxonning yakkaxon konsert dasturi bilan boshlandi. Humo Arena muz saroyida bo'lib o'tgan jonli ijrodagi kechada deyarli 10 mingta muxlis jamlandi. İlk chiqish O'zbegim taronasi bilan boshlandi. Katta ekranda buyuk siymolarning suratlari namoyish etildi. Shohruxxonning Balandda, Naynov barcha qo'shiqlarini yoqtiraman. 2008-yildan maktab davridan muxlisiman. U paytda kassetalar bo'lardi. Sotib olib shundan eshitardim. Hamma qo'shig'ini yoddan bilaman deydi konsertga atayin Qashqadaryodan kelgan muxlis. Tug'ilganimdan beri Shohruxxonning qo'shiqlarini eshitaman. Doim konsertiga tushaman. Menimcha bugun Humoga yig'ilganlarning barchasi sodiq muxlislar bo'lsa kerak. Shohrux madaniyati bilan boshqa xonandalardan ajralib turadi deydi boshqa bir tomoshabin. Muxlislar reperning barcha qo'shiqlari va duetlarni birgalikda jo'r bo'lib ijro etdi. Konsertga sanoqli kunlar qolganida Shohrux muxlislariga xonanda Izzat Shukurov bilan yangi ilk duetini taqdim etdi. Bu Izzat Shukurov repertuaridagi ilk dueti bo'ldi. Qo'shiqning yaratilish tarixi haqida xonandaning o'zi so'zlab berdi. Taklif tabiiyki mendan chiqdi va ilk duetim legenda san'atkor bilan bo'lganidan juda xursandman. Shohrux bilan duet kuylash yoshligimdagi orzuyim bo'lgan. Qachonlardir men erishib bo'lmasdek tuyulgan orzuyim bugun amalga oshdi. Uning Balandda, Shou-biz qo'shiqlarini yoqtiraman. Umuman barcha taronalar yoqadi. Shohruxxonning dunyo miqyosidagi talablarga javob bera oladigan san'atkor deb hisoblayman. Duet kuylash jarayonida juda ko'p narsani o'rgandim. Madaniyati, o'zini tutishi menga juda yoqdi. Oldindan bilardim, lekin gaplashib ko'rmagandim. Tanishib, hamkorlikda ishlaganimizdan so'ng yangi jihatlarini kashf etdim. Shohruxni duetga ko'ndirish qiyin bo'ldi deb ayta olmayman. Oson bo'ldi. Qo'shiqni tinglab kuylashga rozi bo'ldi. Men eshitishim bo'yicha juda ko'p xonandalar duet taklif bilan chiqqan. Shularning orasida men munosib ko'rilganimdan xursandman. Qolaversa, katta sahnaga chiqishimga ham sababchi bo'ldi. Hozir kuchli emotsiyadaman, deya hayajon bilan gapirib berdi xonanda Izzat Shukurov. Konsert yakunida Sevara Nazarxon bilan asta-sekin taronasi kuylandi. Duet kechaning eng kutilgan qo'shiqlaridan biri bo'ldi. Konsertning to'liq reportajini Daryo Lifestyle YouTube kanalida to'liq tomosha qilishingiz mumkin deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, xabarimiz sizga yoqqan bo'lsa, like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.